Assalomu alaykum. 50-chi test tahlilini ko'rib chiqamiz. Alibek va Diyor yaylovda o'tlab yotgan qo'ylar sonini sanamoqchi bo'lishdi. Alibek qo'ylar oyoqlari sonini, Diyor esa boshlari sonini sanadi. Agar Alibek 76 ta, Diyor esa 21 ta deb sanagan bo'lsa, ularning oyoqlari sonini toping dedi. Lekin Alibek 4 taga, Diyor 1 taga adashgan edi. Demak, Diyorning sanaganidan kelib chiqib, qo'ylar sonini hisoblasak, 21 dan 1 taga adashgan bo'lsa, yo qo'shib adashgan yoki ayrilganiga adashgan. Qo'shib hisoblasak 88 ta, ayirib hisoblasak 80 ta. Agar 80 ta chiqish uchun 4 taga adashgandan kelib chiqsak, 80 dan ayiramiz 4 ni. Demak, qo'ylar soni 20 ta bo'lgan. Ikkinchi savol. Agar farzandingiz o'qishni yoqtirmasa, muammo bolada emas, tizimda. Orbital o'quv markazi mingdan ortiq o'quvchilarni prezident va ixtisoslashgan maktabga tayyorlagan samarali va ishonchli o'quv markazidir. Bizning dastur 2-sinfdan 6-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan va quyidagi asosiy darslarni o'z ichiga oladi. Ingliz tili, matematika, tanqidiy fikrlash va logika. Tajribali o'qituvchilar, interaktiv metodika va natijaga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bilan farzandingiz prezident maktabiga tayyor bo'ladi. Hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Joylar soni cheklangan. Jahongir bir son o'yladi. U sonni 2 ga ko'paytirib, 2 ni qo'shganda 96 ning nimchoragi teng son hosil bo'ldi. Demak, 96 ning nimchoragini topamiz. 96 ni 8 ga bo'lsak 12. Ana endi qo'shdi degan uchun ayiramiz. 12 dan 2 ni ayirib 2 ga bo'lsak, demak Jahongir 5 ni o'ylagan ekan. Vali 2023-yilda 8 yoshda edi. Agar G'ani Validan 3 yosh katta bo'lsa, hozir G'ani necha yoshda? 2026-yildan 2023-yilda ayiramiz. Demak, 3 yil. Oradan 3 yil vaqt o'tgan. Demak, Valining yoshiga oradan o'tgan 3 yilni va G'anining 3 yosh kattaligini hisoblab qo'shsak, 14 yosh. To'g'ri javob C. 4-savol. Ifoda berilgan A teng 9 qiymatida ifodaning javobini top deyapti. A ning o'rniga 9 qo'yib hisoblaymiz. 3 ko'paytirilgan 9 plus 1 ning qavs kvadrati ayrilgan 2 ko'paytirilgan 9 plus 6. 3 ko'paytirilgan 9 plus 1 ning qavs kvadratini hisoblasak 300 ayrilgan 30 barobar 270. 5-savol. Eng kichik 7 xonali sonning choragini top deyapti. Eng kichik 7 xonali son 1 million. 1 millionni choragini topsak 4 ga bo'lamiz. To'g'ri javob 250 ming. A javob. Kubning ikkita asosi bo'yaldi dedi va asosi bo'yalishiga 36 gram bo'yoq ketgan ekan. 6 ta tomonni hisobga olib, 2 ta tomoni bo'yalganini topsak, 2 ta tomonlisidan 3 ta bor ekan. 3 ko'paytirilgan 36 barobar 108 gram. To'g'ri javob B javob. Ifodani hisoblang deyapti. Ifodani qanday hisoblaymiz? Kvadratning bo'yalgan qismini hisoblaymiz. Bu kvadratda 12 dan 4 qism, bu kvadratda 4 dan 1 qism bo'yalgan. Ikkalasini qo'shib umumiy maxraj berib hisoblasak 12 dan 7. To'g'ri javob B. 8-savol. Xodani 1 bo'lakka bo'lish uchun 6 minut vaqt sarf bo'ldi. 4 bo'lakka bo'lish uchun qancha vaqt ketadi dedi. 1 bo'lakka bo'lish uchun 2 bo'lakka bo'lish uchun bitta joyidan kesamiz va 6 minut ketadigan. Demak, bitta kesishimizga 6 minut vaqt sarf bo'ldi. 4 bo'lakka bo'lish uchun 3 ta joyidan kesamiz. 3 × 6 18. To'g'ri javob A. Kvadrat berilgan tomoni 8 cm. Kvadratning diagonallari kesishgan nuqtadan eng yaqin asosgacha bo'lgan masofani top dedi. Bizga ma'lumki, diagonal kesish nuqtasining eng yaqin tomongacha bo'lgan masofa tomonning yarmiga teng. Demak, tomonni 2 ga bo'lib qo'ysak, bizda javob 4. To'g'ri javob D. 10-savol. Avtobusda 30 kishi bor edi. Birinchi bekatda 8 kishi tushib, shuli tushganlarning yarmicha odam mindi. Ya'ni 4 ta odam chiqqan. Keyingi bekatda 12 ta odam tushib, 14 ta odam chiqdi. Hisoblab qo'ysak 28 ta. To'g'ri javob B. Agar farzandingiz o'qishni yoqtirmasa, muammo bolada emas, tizimda. Orbital o'quv markazi mingdan ortiq o'quvchilarni prezident va ixtisoslashgan maktabga tayyorlagan samarali va ishonchli o'quv markazidir. Bizning dastur 2-sinfdan 6-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan va quyidagi asosiy darslarni o'z ichiga oladi. Ingliz tili, matematika, tanqidiy fikrlash va logika. Tajribali o'qituvchilar, interaktiv metodika va natijaga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bilan farzandingiz prezident maktabiga tayyor bo'ladi. Hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Joylar soni cheklangan. 11-savol. 1 dan 80 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini top dedi. Buning uchun
boshida va oxirida so'rilgan sonlar yig'indisini topamiz. 1 ga 80 qo'shsak 81. Va 1 dan 80 gacha nechta raqam bor? 80 ta. 80 ni 2 ga bo'lsak 40. Demak, 81 ni ko'paytiramiz 40 ga. 3240. To'g'ri javob C. 12. Kamronning kunlik daromadi 150 ming so'm, kunlik xarajati esa 60 ming so'm. Demak, bir kunlik sof foyda 90 ming so'm. U 3 million 600 ming so'mlik telefonni 90 ming so'mdan yig'ib, necha kunda sotib oladi? Javob 40 kunda. To'g'ri javob A. 7-yanvar yakshanba bo'lsa, 24 kundan keyin qaysi sana bo'ladi? Ya'ni haftaning qaysi kuni bo'ladi? Uning uchun 24 ni 7 ga bo'lamiz. To'liqsiz bo'linma 3 va qoldiq 3. Demak, yakshanbadan boshlab 3 kun sanaymiz. Dushanba, seshanba, chorshanba. To'g'ri javob D javob. 14. Ko'paytirish jadvali berilgan, bizga A, B, C larning qiymatlarini topib, ularning yig'indisini hisobla dedi. A ni topsak, A ni 3 ga ko'paytirsam 18 ekan. Demak, 3 ni 6 ga ko'paytirsam 18. A teng 6. A ning o'rnida 6 bo'lsa, 6 ni nechiga ko'paytirsam 30. Demak, B teng 5. C 4 ko'paytirilgan C 28 ni beryapti. Demak, C teng 7. Uchalasini qo'shsam 18. 15-savol. Shu berilgan 4 ta javoblar orasida eng kichigini top dedi. Bizga eng kichigi eng kam xonali son bo'ladi. Eng kam xonali son 5 xonali 9 dan iborat son. Qolganlari 6, 7 xonali sonlar. 16-savol. 21 metr taqsim sekund tezlikda ketayotgan avtomobil 5 daqiqada qancha masofa bosib o'tadi dedi. 5 daqiqani sekundlarga aylantirib olamiz. Jami 300 sekund. 21 ni 300 sekundga ko'paytirsak 6300 metr. To'g'ri javob D. Asila kitobning 7 dan 4 qismini o'qib bo'ldi va qolgan qismi 18 betni tashkil qiladi dedi. Kitob necha betlik? Kitobni umumiy bir butun deb olsak, 7 dan 4 qismini ayirib tashlasak, 7 dan 3 qismi. Demak, 7 dan 3 qismi qolgani 18 bet 7 dan 3 qism bo'lsa, kitob 42 bet ekan. To'g'ri javob D. Tenglama berilgan. A ko'paytirilgan A ayrilgan 14 barobar 50 bo'lib 2 qo'shilgan 10. A ni top deyapti. A ko'paytirilgan A barobar hisoblaymiz. 35 14 qo'shib o'tkazamiz. A ko'paytirilgan A barobar 49. Qaysi sonni qaysi songa ko'paytirsam 49 hosil bo'ladi. To'g'ri javob 7. 19. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlardan 10 ga bo'linmaydiganlari nechta? Birinchi 10 ga bo'linadiganlari yozib olamiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Demak, jami 10 ta ekan. 1 dan 100 gacha sonlarning 100 taligini hisobga olib, bo'linadigan 10 ta sonni ayirib tashlasak, bo'linmaydigan 90 ta son hosil bo'ladi. To'g'ri javob C. 764.175 soni berilgan. Shu sonlardan shu sondagi ikkita raqam o'chirilib, eng katta son hosil qilindi dedi. Demak, eng katta son hosil qilishimiz uchun eng kichik sonlarni o'chirishimiz kerak. 4 bilan 1 ni o'chiramiz va bizga ularning yig'indisini so'radi. 4 va 1 o'chirsak, javob 5. To'g'ri javob B javob. Harakat qildi va men bunga erishdim. Men Muhammadiyeva Mehdiya Fiziya maktabiga qabul qilindim. Bu yo'lni bosib o'tishga yordam bergan Orbital o'quv markaziga katta rahmat aytmoqchiman. Bu o'quv markazida 1 yil davomida yuqori darajada tahsil oldim. Olgan bilimlarimni mustahkamlashda har oy bo'lib o'tadigan Orbital olimpiadasida qatnashib yuqori o'rinlarni qo'lga kiritardim va asosiy yutuqlar bilan taqdirlanardim. Harakat qildim va bunga erishdim. Albatta sizning ham qo'lingizdan keladi.